Usmonli xoqoni Fatih Sulton Mehmet xonga Yorkent xonligi nomidan hurmat bilan salom yo'llaymiz. Mening ismim Alisher Navoiy sultonim. Baxshiman. Xonimiz so'zni ustun ko'raman deb meni zoti oliylarga yubordi. Bu esa devonim. Chig'atoygacha qiziqishingizni eshitib mamnun bo'ldik. Siz uchun maxsus hadyam bu. Ming afsus hukmdorim. Sharqiy Turkiston yaradorda. Besabab gullari so'lda. Chamanlari, hatto qushlari faryod qiladi. Chin kuchi bilan erkaklarimizni qul, qizlarimizni esa joriya qilishga qaror qildi. U yerda faqatgina qo'rquv bor. Asrlar bo'yi chinliklar bilan birgamiz. Dushman, josus, ular oson hukmdorim. Alisher Navoiy hazratlariga, yoshliklariga ovoz berib qo'ydik endi. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Hali yosh, o'rganayotgan shogirdlarimiz.